Aptekadan so'rayotgan qadrdonlarimiz uchun bu obzorni chiqaramiz nasib bo'lsa. Shu territoriyadan ko'p kishi so'rayotibdi. Arzonroq normal narxda yo'qdi. Assalomu alaykum, mana kuzatib borayotgan hurmatli obunachalarim. Sizlar uchun, yana qadrdonlaringiz, yaqinlaringiz uchun Central Apteka tomonidan ikkinchi etaj, 2 xonali remont bilan ta'mirlangan kvartiramizni obzorga keldik. Hozir sizlarga obzorni ko'rsatib o'tamiz. Qolgan ma'lumotlarni yetkazamiz qadrdonlarim. Kvartiramiz 4 etajga domning, ikkinchi etajda 2 tomonlama proyekt, maktab, bog'cha, apteka problema yo'q qadrdon. Ana o'tirgan joyimiz bizning bitta xonamiz, zal desak ham bo'ladi. Xonamiz e'tibor beringlar, chuguni radiatorlar qilingan, akvaplaza qilingan va mo'ysha aboylar bilan ta'mirlab qo'yganlar. Eshiklarimiz MDF eshiklardan qo'yilgan qadrdon. Bu yoq esa kladovkamizga eshik yaxshi qo'yib qo'ygan. Bu yoq endi svet yo'q. Bu yoqqa lishni ortiqcha narsalarni qo'ysangiz bo'ladi. Qo'shga qismimiz ham mo'ysha aboychalar bilan ta'mirlab qo'yganlar. Bu yoqda bemalol garderob narsalaringizni qo'yish uchun shkaf qo'ysangiz bo'ladi. Bismillah. Bu yoq esa ikkinchi xonamiz qadrdonlarim, xonadonimizga e'tibor beringlar. Yaxshi tozagina, svejiy uycha, ana mo'ysha aboychalar bilan ta'mirlab, bemalol akvaplaza qilingan, chuguni radiatorlar qo'yilgan, balkonga chiqish uchun eshik qo'yilgan. Ana bu balkoncha qismimiz, balkonimiz ham trezorlari akva qilingan qadrdonlarim, muammo yo'q. Qadri bilan qadrdonim, bu territoriyadan Central Apteka tomonidan uy qilib yurgan do'stlarimizga tarqatishlarini so'rab qolamiz. Bu esa bizning hojatxonamiz. Bu yoq esa yuvinish xonamiz. Yuvinish xonamiz mehr talab. Bu yoq esa bizning balkon, kuxna qismimiz. Kuxnimizga bemalol uголовcha qo'yib o'tirib ovqatlanishga sharoit qilsangiz bo'ladi. Devorlarimiz mo'ysha aboylar bilan ta'mirlab qo'yganlar. Trezalarimiz esa e'tibor bering, akvaplast. Bu yoqqa ham eshik qo'yganlar. Kuxnimizni balkonga chiqarib qo'yganlar. Fartuklar kafel qilingan, aboycha qilib qo'yganlar. Trezalarimiz esa akvaplast qilib qo'yganlar qadrdonim. Bizning obzorimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosinglar, qadrdonim. Bu obzorimizni do'stlaringizga tarqating. Sizlar sabab uchun do'stlaringiz vatanli uyli bo'lishi mumkin. Central Apteka tomonidan maktabga yaqin yoki aptekaga yaqin yoki o'qish joyiga yaqin degan qadrdonlaringizga tarqatishlarini so'rab qolamiz qadrdonim. Feyras agentstvada obuna bo'lishni unutmang. Kvartiramiz narxini qancha deymiz? U yoq bu yoq kelishdi, короче 33900 deb baholaymiz. Yana savdolashga zazochasi bor, faqat naqd pulda qadrdonim. Nima deymiz? Like popiskani sizdan so'rab qolamiz, obuna bo'lishlaringizni va sizlardan so'rab qolamiz. Bizning obzorimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, pastga raqamlarimizni qo'yib o'tamiz. Bizlarda jiring aloqada chiqishlaringizni so'rab qolamiz qadrdonim. Omonat dunyoda omon bo'ling qadrdonim. So'qqanda yashang, shu kvartiraga kelib yashang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizga ketdik, like bosavering siz.